Alloh adolatli bo'lsa, nega cheklangan gunoh uchun cheksiz jazo beradi? Qani adolat va qani mantiq? Qarang, avvalosi shuni yaxshi tushunib olish kerak. Adolatni talab qilishlik uchun sizda tenglik bo'lish kerak. Ya'ni siz agar sizdan mendan ugina, sendan bugina degan mantiq asosida agar tushunayotgan bo'lsangiz, bu o'rinda men uni qildim, sen buni qilishing kerak. Yoki sen buni nima uchun qilyapsan, men buni qilmadim. Tortishishlikka maydon bor. Chunki sizni o'tkazib qo'ygan joyingiz bor, sizni berib qo'ygan joyingiz bor, sizni xizmatingiz bor, sizdan bo'lgan qanaqadir bir nima bor? Qo'shimchalar borda. Lekin ammo bu mantiqingiz Alloh taolo bilan kechmaydi bu mantiqingiz. Alloh taoloning qarshisida bu mantiq bilan tushunsangiz noto'g'ri tushungan bo'lasiz. Ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, Alloh taolo o'zi yaratdi. O'zi rizqingizni beryapti. O'zi sizni yo'qdan bor qildi. Ko'z, quloq, og'iz, burun, butun qalbingizdan tortib tirnag'ingizgacha bo'lgan butun sizdagi hamma yaxshilikni o'zi berdi. 100% sizni zarracha ishtirokingiz yo'q. Ana endi Alloh bitta ko'zingizni olib qo'ysa, sizga zulm qilgan bo'ladimi? Savol. Bitta ko'zingizni olib qo'ygani Alloh taoloning sizga zulmi bo'ladimi? Alloh taolo sizdagi hamma narsani olib qo'ysa, bitta ko'zingizni qoldirsa faqat zulm qilgan bo'ladimi? Har ikkala holatda Alloh taologa sen menga zulm qilyapsan deya olmaysiz. Nega? Chunki o'zi berib qo'yibdi hamma narsani-ku. Hamma narsangiz uniki-ku. Shunaqa emasmi? Xuddi shunday ekan, qiyomat kuni ham sen menga oshiqcha jazo berding, sen menga kam mukofot berding deyishlikka hech bir maxluqning haddi sig'maydi. Nega? Chunki hech kimni Alloh taoloning ustida haqqi yo'q. Mana bu mantiqni agar tushunsak borku, ko'p narsa ko'zimiz oldida oydinlashadi. Tushuntirdim deb o'ylayman.